Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Mana hozirda biz apalaka ishlab chiqarishga yo'l qo'ydik. Endi bu mana shu holatda mana ko'rinishi. Endi bitta razmerlari bor. Shunga qarab sizlarga hozir narxlarni aytaman. Inshaalloh shunga qarab xolis razmerlarga qarab narxlar chiqadi. Davom ettiryapmiz obzorda. Mana 1 metrliklari. Ya'ni ko'rib turibsizlar, orqasiga tikka holatda profil qo'yganmiz. Qalin qilib, chiroyli qilib 6 qator, 7 qator tushgan. Kontashli svarkada bo'lgan svarkalari. Listimiz uchlik 208 qalinlikda. Shu narsalarni mana boshladik. 13 milliondan chiqyapti. Bonusiga aravacha beramiz yoki o'sha yo'l kirosiga yordam beramiz. 13 million chiqishi mana shu holatda. Bu hammasi standart 2 metrdan chiqyapti. Endi bitta mana 80 lik apalakamiz bor. Bular 11,5 milliondan chiqyapti. Uni ham kelishtirib beramiz 80 ligini. Xohlasa zakaz bilan qilib beraveramiz qalinlikdan. Endi 70 ligi 10 million beryapmiz. 70 ligini 10 million qilib beryapmiz. Bu yerda keyin mana 50 ligi bor, 60 ligi bor. Mana bu 70 lik holati, ko'rinishi va burchaklari chiroyli qilingan. 70 ligimiz mana shu holatda ko'rinishi. Endi mana bu 50 lik. Bular 8 million chiqyapti. Uni ham kelishtirib beramiz. Ko'proq bo'lsa kelishtirib beraveramiz. Apalakani o'sha razmeriga qarab narxlar chiqib keladi. Mana shular tayyor holatda. Zakaz berishlaring mumkin. Inshaalloh qilib beraveramiz. Albatta nima deydi, mustahkamligiga, mana bu nimalariga garantiya beramiz. Listlariga, qalinligiga xohlasa ishlayveradi. Raqamlarimiz 90 lik 533 56 53. Telefon raqam. Yaypanda O'zbekiston tumanida joylashgan, Qo'qondan 20 km. Albatta mana bu aytgan narxlarimizda hisob bor. Ozmas shu yo'lda qilib beramiz. Ya'ni oladigan ob'yemlaringga qarab qilib berilaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.